Assalomu alaykum qadrli ixlosmandlari. Xullas bu mening kanalim Teacher.uz. Men qisqacha video va shortslarni Python haqida, Python dasturlash tili haqida qo'yib boraman. Xullas gohida edish videolar ham qo'yib turaman. Xullas bizning kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Bu video esa C dasturlash haqida qisqacha tushuncha berilgan. Yana 5-6 ta video bor. Xudo xolasa inshaalloh yaqinda qo'yaman bu yerga. Xullas men hozir mana shuni yozdim Python dasturlash tiliga. Mana Python dasturlash tiliga yozdim. Bu C compiler, online C compiler deb yozsangiz chiqadi. Mana shu yerdagiga qarasangiz, xo'sh. Men hozir return run qilamiz. Nima chiqayotgan javobi? Dog chiqayotgan. Xullas bu yerda B variant bo'ldi ekan. Keyingi layfhakda ham ko'ramiz. Xullas mana ikkinchi kodimizni ham yozib oldik. Texnik xatolik. Xullas men kanaldagi keyingi yozganim bu bo'ldi. Mana shuni yozdik. Endi ko'ramiz qaysi natija chiqayotgan. Xo'sh, bizda rand kodni tekshirib ko'ramiz. Negadir error berdi, xato deyapti. Xo'sh, kodni tekshiramiz. Kod yozayotganingizda e'tibor bering, ko'p xatolar ham qisqa uzun joyiga. Xo'sh, Trevor Moss Screen Scaleless Fail Map. Xo'sh. Bu yerda ham uzun qisqa qilish esimizdan chiqibdi. Ishlamadi. Hozir to'g'rilaymiz bu xatolikni. Xullas bu xatolik emas. Bizning javob run qilganda error tur bo'layotgan javobi bizning kodimizdan olsa, ya'ni error bo'layotgan. Biz shunda adashdik, to'g'rilaymiz dedik. Javoblarni tekshirib ko'rdik va error berdi. Xullas keyingi kodimizni yozamiz. Mana shu kodni yozamiz. Ne qilamiz? O'chiramiz. Birdan 3-4 gacha xullas kichik xatoliklarga ham e'tibor berish kerak. Kod yozish davomida ham 4 qo'ymaymiz. Xullas başqa iloji boricha tez yozishga harakat qilaman do'stlar. Bu ham o'shanday. Endi print bor ekanda bu yerda. Yozamiz. X turburchak 1 teng bo'lsa o'ngga. Bu o'shanday turaveradi. Pastga tushiramiz. Print
print x qog'oz ichiga. Xo'sh, qog'ozning ichiga x rang qilamiz. Error beryapti, bu ham xatolik. Print x kodni o'qiymiz. X deyapti teng bo'lsa 1 2 3 4 gacha. X1 deyapti, qavs ichiga olyapti-yu, bitib 1 teng bo'lsin 10 ga deyapti. Lekin 1 10 ga teng bo'la olmaydi-ku. Shuning uchun hozir print x deyapti. X da hozir bu yerda kod o'qishim gattak bo'yicha ma'lumot bor-ku, uncha tushunmayapman. X endi bu yerda qanday son? Shuning uchun noma'lum son bo'lgani uchun bu tomonga errorni beryapti, qadrli do'stlar. Xo'sh, buning ham D bo'lar error. Javobi xato. Keyingisini yozib ko'ramiz. Xullas, keyingi kodimiz. X teng bo'lsa 3 gacha. Xo'sh, x teng bo'lsa qavsning ichiga 1 2 3. Xo'p, bular ham qisqa mazmunli. O'zingiz uyda yozib ko'rib tushunib olsangiz ham bo'ladi. Men sizga kod x ning ichidan 0 noma'lum son. X qavs 0 midi, O midi bilmayman. O harfiga o'xshaydi. 0 teng bo'lsa 10 ga. Teng bo'lsa 10 ga. Print x. Buning ham javobi chota error chiqarganga o'xshayapti. Xo'sh, print to'rtburchak qog'oz ichida, to'rtburchak emas, x ekan. Voy bla, error chiqyapti-yu. Xo'sh, kodni o'qiymiz endi. X teng bo'lsa deyapti 1 2 3 4 ga. X 0 deyapti. Bu 0 qaysi sonni ichiga oladi hozir? Shunda 0 hech zamon olmaydi. 0 endi teng bo'la olmaydi-ku 10 ga. Shuning uchun print x deyapti. X ni chiqar bu yoqqa deyapti, x ni. Print x chiqar bu yoqqa deyaptimi yo? Xullas, bu ham x ni chiqaryapti 0 endi. Qavs ichiga olinganligi sababli bu yoqda error chiqaradi. Xo'sh, keyingisini yozib ko'ramiz. Takka, inshaalloh mana shu chiqadi. Data. Data teng bo'lsa. Xullas, qog'ozning naqshlisi. Bo'lamiz 10 ga. Nechini? 10 ga.
Xo'sh. Printdata.get print data nokta get nokta get qovusning ichidan bitta qovus ochilgan. Xo'sh, qovusning ichiga jo'natdi qovus bitta virgul kompyuterim yo'qda, hozir telefonda yozyapman. Yo'qda chekroq qilsak bo'lsa, yo'qda tezlashtirilgan tasvirga qo'yib 1.5x ga qo'yib ko'rishlaringiz mumkin. Biga bitta virgul besh xullas kodimiz chiqdi. Xullas 5 chiqdi. Bu yerda esa B javob to'g'ri ekan. Xullas do'stlar, shu videolarga ko'p chiqarib turaman Python haqida. O'zingizni sinab kodini o'qiymiz hozir bo'lmasak. Data deyapti. X ga o'tsa deyapti. X y xo'sh bo'lsak x ni bo'lsak unga print data get y ni chiqarsin 5 deyaptimi? Xullas javob 10 ni 2 ga bo'lish kerak deyapti. Bu yoqqa 5 ni chiqarish kerak deyapti. Shuning uchun 5 chiqyapti. Xullas unchalik ko'p ma'lumotga ega emasman, shuning uchun qisqa video va shortslar tayyorlab YouTube sahifamga qo'yib turaman. Iltimos og'aynilar, shu oyning oxirigacha 5 ga bo'laylik. Xayr do'stlar, salomat bo'ling. Sizlar bilan men Teacher Drev o'z bo'ldi.